Hurmatli Prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, siz majlisda o'g'ri bo'l, insofli bo'l, bu gaplarni senlarga kim aytadi deb aytgan so'zlaringizdan so'ng Andijon viloyat Baliqchi tuman Chinobod qishloq Chinobod MFI mahalla raisimiz telefon 93lik 107 55 37 raqam egasi Onur opa mahalla byudjet pulini taxminan 48 million 52 million pullarni o'zlashtirib o'g'irlab o'zini yashayotgan uyiga katta temir darvoza rovat sotib oldi va uyini yevro remont ta'mirlash ishlarini ustalarga qildirdi. Odamlarni gapirgan gaplarini bir eshiting. Yallah. Değiştirme. Sen bu uxlayapsanmi? Yo, uxlaganim yo'q. Do'st, haligi nima deding? Haligi 48 million mahallani byudjet puli bor deding-ku? Ha. O'shani Onur opa o'ziga yangi darvoza qurib uylarni remont qilib oldimi? Ashla qilibdi. Haligi yangi darvoza olib uylarni remont qildimi? Uylarni remont qildi. Yettili boru mahallada, yettili mahallani. Ya uni aytdim, men uni eshitganman. Uni uylarda hammasiga o'xshagan. Uylarni remont qilib, yevro kapitalni remont qilib, yangi darvoza, temir darvoza olibdimi uyga? Ha. Ashu haligi ular so'rayapti. 48 million qani desa, asos keltirib berolmayapti ekan. O'sha 48 million mahallani puliga temir darvoza bilan olib uyga, keyin uylarni remont qilibmi? Onur opa uylarni remont qilibdi. Ya sen tushunmayapsan, ya eshitmayapsan. 48 million mahallani puliga, byudjet puliga Onur opa rais o'zini uyiga yangi temir darvoza olib uylarni remont qilibmi deyapman. Ha. Keyin mahalla komitetini xonasida konditsioner bor ekan. Ha. O'tgan yili kreditga olingan ekan u 3,5 millionga. Ha. O'sha 16 million so'mga nima qildi? O'tkazdi-da, shu puldan mahalla komitetini byudjetdan puldan 16 million so'mga xatlabdi. Ha. Tushundingmi? Ha. Aytadi ular. Biz deb so'rasak, unga ketdi, bunga ketdi deb asos berilmayapti, deyapti. Onur opa rais oldayaptimi? Ha, ulardan asha yettilikni adayotganda unga ketdi, bunga ketdi, haqiqiy asos yo'q ekan. Onur opa 48 million mahallani pulini o'zlashtirib, uyiga katta temir darvoza olib, uylarni remont qilib, endi haligi sen aytgan komissiyani oldayaptimi? Ha, yettilikni adayotganda oldayaptimi? Ha, asos keltirib berilmayapti ekan. Bo'pti, nima gaplashamiz do'st? Bo'pti. Ha, telefon qildingmi? Ha, telefon qildim. Ha, tinchlikmi? Kamoljon, bizga qishda bizga beriladigan mahallaga beriladigan ko'mirni 10 tonna, 15 tonna o'zini odamlariga tarqatib qo'ygan ko'mirni 3000 so'mdan ko'mir kelgan ekan. Kilosi. Ha. Buni 6000 so'mdan boshqa mahalla komitetiga sotib foydalangan ekan. Kimga sotib? Boshqa mahalla komiteti bilan gaplashib, 3000 so'mning narsaga 6000 so'mdan o'tkazgan ekan. Ha, tushundim. Sizlarga mahallalarga olib kelgan ko'mirni boshqa mahalla bilan kelishib, ularga sotib pul qildi. Shunaqa deyapsanmi? Xo'sh, ha. Ya'ni o'zi boshqa mahallaga sizlarni ko'mirlarni sotib, hali mahallaning ko'mirini pul qilib, o'zini mahallani bitta-yu.
Ya sen tushunmayapsan gapni, eshitmayapsan. Hozir sizlar mahallaga kelgan ko'mirni boshqa mahallaga borib sotib, o'z cho'ntagiga pul ishladimi Anor opa? Ha, o'shani so'rayapman, ha. Mahalla raisimiz Anor opa o'zini mahallasida qiylanib yashayotgan odamlarga hech bo'lmasa 38 million so'm pulni tarqatib, qolgan 10 million so'm pulni o'zini uyiga sarflasa bo'lmasmidi? Bu mahallada yashayotgan odamlarning byudjet pullari Baliqchi tuman hokimi Abdurayim Jasurbek va hokimiyatda ishlayotgan hamma xodimlar ham mahalla raisimiz Anor opani byudjet pullarini noqonuniy ishlatganini bilishadi. Mahalla raisimiz Anor opa pul bo'lsa changalda sho'rva deb aytgan so'zlarni yaxshi ko'radi. Mahalla raisimiz Anor opani ustidan kimdir shikoyat ariza yozsa, o'sha odam bilan janjallashib urishni juda yaxshi ko'radi. Endi hozir nimaga men hozir tinchlik buzilib tushmay qoldim gapingizga. Nima bo'ldi? Yo'q, hozir zo'rchi bilan yoqqa bu yoqqa aylantirib boshimga tegib ketay dedi. Siz haligi bir asabiylashib birada deysiz, nima keldingizmi yo'q? Nima razbor qilaman deb tushunmadingiz. Yo'q, men razbor qilaman demadim. O'tib ketayotgandim. Ko'rishib gaplashdik xolos. Hech qanaqa sizga adalжение ham qilganim yo'q. Просто hazillashib, kulishib o'tib ketdim. Xolos, hech qanaqa bir nimani boshqa odamlarni hazillashib, men uni hazillashadigan odam emasman, umuman boshqa odamman men, Anor opa. Ha, bo'ldi, bo'lmasa to'g'ri qildim. O'rchining meni. Men boshqa odamlarga o'xshatmayman, men umuman boshqacha odamman men. Bo'ldi, hech shu vaqtda aytmadingiz menga uni qilmayin deb. Menga hali zo'nchishda haligi herpib aylantirib boshimni uraman dedingizmi? Hali asabiylashib tushunmay qoldim. Asabiylashganim yo'q, hazillashib kulishdim. Ikkovimiz bir-birimizga uni qilmaylik. Men sizni hurmat qilaman. To'g'ri, samimiy yurakdan gaplashdim. Men uni hech qanaqa bir yomonlik niyatida yo bo'lmasa bir anaqada gaplashganim yo'q. Mahalla raisimiz Anor opa bu dunyoda hamma o'g'ri deb aytyapti. Demak, hurmatli prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich sizni ham Anor opa o'g'ri deb o'ylayaptimikan? Xalqning ovozini eshitmadik. Erkinlik nafasi yoqadimi? Menga yoqadi. To'g'ri, menga qiyinroq bunday ishlash. Hamma aytadi, yo'q qo'y deydi. Yo'q, yo'qmayman. Yana oldingida prokuror, SMB tekshiruvchi bo'laversinmi? Biz niyatimizga yetdikmi? Birimiz ikki bo'ldimi? Shuning uchun erkinlik nafasi ommaviy axborot vositalarida do'st bo'lib, nur ustida gapirsin, adolatli gapirsin. Tanqid qilsin, to'g'ri tanqid bo'lsin. Shu qishloqqa, maktabga, ta'limga foydasi bo'lsa, durustga dur. Men har kuni o'qiyman, internetda ham o'qiyman. Hamma kim qanday gapirgan vaqtim boricha 2 soat qo'limga qalam olib, o'zimga yozib olib, baribir 10 ta fikrdan 9 tasi to'g'ri bo'lib chiqadi. Ayrim rahbarlarning childirmasiga o'ynash davri o'tdi endi. Bilimli bo'laylik. Bilimli xalq san'ati mashhur, ilmi mashhur, olimlari mashhur, davlat, millat kelajagi baribir buyuk bo'ladi. Men bunga ishonaman. Bitta narsani eslatdi, bugun Eronda rahbari kelayotgan bo'ldi-da, menga keyin topshiriq bo'ldim, rayonda hokimman, yosh. O'sha paytida islom degancha aytdilarki, olib boramiz dedi, o'sha haykalda dedi, haykalga gulchambar qo'yilishi kerak. Lekin men sizlarga nima uchun bu gaplarni aytdim? Meni tezroq Toshkentdan yo'q qilishga juda ko'p odamlar bu qishloqdan kelgan qachon ketadi degan juda katta kurash bo'lgan. 10 dakika 7 da menga telefon bo'layapti qabulxonamdan. Shavkat Miromonovich, голову Улугбека снесли, deyapti. Я говорю, какую голову? Какой еще Улугбек? Памятника голову снесли. То есть shunday tayinlanganki soat 10:10 kortej keladi, prezident keladi, Eron prezidenti bilan haykalda kallasi bo'lmaydi, shu bilan Mirziyoyevni ham kallasi ketadi. Ko'p joylarda rahbarlarimiz, hokim, viloyat, rayon hokimlari, ko'p mutasaddi tashkilot rahbarlari yo'l, suv,
qurilish sohasida, tibbiyot sohasida, maktabgacha ta'lim sohasida tushunmagan rahbarlar juda katta korrupsiyaga berilib ketgan. Peshana terimiz bilan mana shunday og'ir, shiddatli zamonda, tahlikali zamonda koronavirusga uchrab iqtisodiyotimizni barqaror qilish va bir so'm pulni topib xalqimizga yetkazish bo'yicha juda katta harakatlar qilyapmiz. Endi qonun ustuvor, jazo muqarrar bo'ladi. Xalqimizning oldida uzr so'rab, mana shu oxirgi marta sizlarni ogohlantirmoqchiman. Korrupsiyani agar biz kichkina korrupsiyada, mana Samarqand viloyati hokimi o'zi gapirib bersin, pastda bug'unda, maktabgacha ta'limda, tibbiyotda qancha poraxo'rlar borligini. Mana Andijonda viloyat hokimligining bitta noinsofi $128,000 olyapti, $30,000 olyapti. Nima Abdurahmonov xizmat rahbari bilmaydimi? Prokuror bilmaydimi? Abdurahmonov sezmaydimi atrofida kim yurganligini? Bitta odamni norozi qilib $5 olgan bo'lsa ham prezidentning siyosatiga xiyonat deydi. Men o'zi prokuror degan odamni kechirasizlar juda yomon ko'raman. Bu ochiqcha aytaman, o'zi birinchi o'g'ri ular, hammani tag'i o'g'rilikka da'vat qiladi. Eng katta o'g'ri ular. Bularning uylarini qaranglar, tagidagi mashinalarni qaranglar. Nima bular? Atomli reaktor izobretat qilyapti. Familiyasi yoshtirilmaydi bitta ahmoqlar. Lekin prokuror bo'lgan tanishuvchilar. Berdik 30 milliard, 50 milliard pulimni oldik. Nima qilasan o pulni? Sen nima? Katta xonangi pulimi bu? Minfinning puli. O'zbekistonga bitta noinsoblar. Birovni ishdan olish bo'lsa, darrov advokat bo'lasan. Jinoyat javobga tortish bo'lsa, darrov hammang advokat bo'lsin. Buni men qanday o'qib kabinetda tinch o'tira olay? Zamonaviy rais eng kamida har bir mahallada kamida 20 tadan xizmat usullar, xizmat sohasida o'zini mahallasini rivojlantirish kerak. Kutib o'tirish kerak emas. Qo'lida imkoniyati bor, qo'lida puli bor, sharoiti bor, hokim yordamchisi bor, yoshlar vakili bor, ayollar faollari bor, uchastkovoylar bor. Odamlar ham anoyi emas. Endi u mahalla raisidan talab qiladi: "Ey, meni hayotimni yaxshila, meni guzarimni yaxshila, meni yo'limni to'g'irla, suvimni to'g'irla, ish joy ber" deydi. Odamlar albatta qiynalganini men o'zim sezaman. Lekin shu vaqtgacha bizda bundaqa tizim yo'q edi. Agar xizmatlarni 20 tadan har bir mahallada qilsak, tasavvur qilinglar qanday o'zgarish bo'ladi. Men ertagida e'lon qilinsa bilaman. Xudoga shukr, men 10 yil bosh vazir bo'lib, kabinet qarovlab o'tirganim yo'q. Qanli ko'lda nima bo'layotganini bilaman. Boysunda nima qilganini bilaman. Qo'rg'ontepada qanday otni kim minganini ham yaxshi bilaman. O'rtoq Qo'chqorov o'zini past ostidagi o'zi yangi vazir, lekin u eski illat qolganlar hammasi pastda o'tiribdi, u kalamushdan qolganlar. Ularni yo'q qilmagancha men bu odam bilan ishlamayman. Kecha aytdim. Senga 10 kun so'rab, hammasini haydaysan dedi. Birortasi qolmash kerak. Yoshgina tajriba kerak emas. O'zi mana shu millat sevgan odam kerak. Qat'iy nazar qaysi millatdan bo'lishdan. Mamlakat sevgan odam kerak. Har kuni raqiblardan ham ko'p narsa o'rganishim kerak. Nimaga desangiz, faqat Mirziyevning fikri yo bizning partiyaning fikri to'g'ri emas. Ulardan ham o'rganishimiz bir xillari chiqib. Aytinglar menga, men yana nima qaror chiqaray? Aytinglar menga, men yana nima qilayin? Odamlar ishonish uchun bizga. Aytinglar, taklif beringlar, yozinglar, taklif beringlar. Mana bu palon bo'layapti, mana bu piston bo'layapti deb. Prokurorda ham, ichki ishlarda ham kerak bo'lsa boshqasini ham aytib olaman. Menga bundaqa g'o'dayganlar kerak emas. Biz xalqning oldida juda katta javobgarmiz. Mas'uliyatimiz bor. Xalqning oldida ertaga hisobot berish oson bo'lmaydi. Men oldimda tomoshabin bo'lib, yengil-yelpi yurib g'o'daygan odamlarni men bir kun ham chidamayman. Korrupsiyani yo'q qilolmayapmiz O'zbekiston. Prokuror degan nomga munosib bo'lish kerak. Qonun ustuvorligini ta'minlash kerak. Prokurorga odamlar bilasanmi, yorug' yuz bilan qarash kerak. Qani byudjetni pul? Hamma kishiga ketyapti. 3 yil ishlamasdan to'rxona to'latashib yuqurasan, hamma 20 ta mashina olasan. Qayerdan nima? Oylikni olasan. Sen insofli bo'lgin, o'g'ri bo'l, insofli bo'lsan. Har kuni ertalab turib Xudodan so'rayman, qanday qaror qabul qilayin shu xalqimga boriga yana qo'shimcha bo'lsin, og'irini yengil qilsin deb. Bilasiz, katta rahmat ommaviy axborot blogerlarga. Ko'p narsalar hozir O'zbekistonda ochiq, hamma buni ko'rib turyapti. Oldin yopiq edi. Lekin bitta narsani bilinglar, bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi. Qanday ko'p ochiqlik bo'lsa, qanday ko'p ommaviy axborot vositalari odamlarimizga adolatli, haqiqiy muammolarni qancha ko'p bildirsam, men rahbar sifatida minnatdor bo'laman ularga.
Qachongacha fuqarolarni adolat izlab prezident devoniga borishga majbur qilasizlar? Bilib qo'yinglar, endi prezident nomiga yozilgan har bir murojaat belgilangan tartibda sinchiklab atroflicha qonuniy asosda o'rganib chiqiladi va qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'ygan sud organlari xodimlariga nisbatan jinoiy javobgarlikka tortishga qadar keskin choralar qo'llash masalasi qo'yiladi. Men shu ish bo'yicha O'zbekiston Respublikasining qabulxonasiga telefon orqali 1000 raqamiga qo'ng'iroq qilib, mahalla raisimiz Onoropani ustidan 2026-yil 18-iyul kuni 400-246-26 sonli shikoyat ariza berdim. Hurmatli Prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, Chinobod bo'limi mahalla raisi telefon 93-157-55-37 raqam egasi Anor opa mahallani taqdimini 48 million 52 million budjet pulini o'ziga o'zlashtirib, raisimiz Anor opa o'zining uyiga katta temir darvoza oldi va uyda budjet pullariga ustalarni yevro remont ta'mirlash ishlarini qilishdi. İltimosim, meni arizamni Ichki ishlar vazirligiga va Andijon viloyati Ichki ishlar vazirligiga va Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasiga o'tkazishga va mahalla raisi Anor opaga qonuniy chora ko'rishda amaliy yordam berishingizni so'rayman. To'g'rimi? Murojaatingiz tartib raqami 400. Hurmatli Prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, nima uchun Baliqchi tumani hokimi Abduraimov Jasurbek mahalla raisimiz Onor opani egallab turgan lavozimidan ozod etib yubormaydi yoki Abduraimov Jasurbek o'zi ham o'g'rimi? Davlat byudjet pullarini o'g'irlayaptimi? Bizning Baliqchi tuman Chinobod qishloq Bog'iyram ko'chasida 2018-yili qurilgan yangi 2 qavatli uylarimizga chaqirilmagan mehmon bo'lib keling, yashash sharoitimizni bir ko'ring.